Nihoyat yetib keldim. Odamlar bor degan umiddaman. Faqatgina o'yinchilar yasharmikin? Kimgadir sotishim kerak. Ana yerda politsiyachi turibdi. O'z jin ursin. Mana bu noto'g'ri ish bo'ldi. O'yinga kirdim. Tak, davay, mana shu yerda qoldirsam bo'ladi degan umid. Mana o'yinchi bor ekan-ku. Yaxshi, hozir bu qayerda yashashini topsam bo'lgani. Sandiqlarni xayrli tong, qadrli obunachilar va meni Play kanalimga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, menga eng qiziq narsa shuki, qanaqasiga meni instrumentlarim yo'qolib qoldi. Buni qaranglar. Hozir menda matika bor, lekin bir necha soatdan keyin stop. Bu nima bo'ldi? Kim bu yerga KAMAZ? Stop, do'stlar, bu KAMAZ emas, bu Ural. Harbiy mashina, bu nima sandiqlar? Bu yerda esa mashina. Hammayli do'stlar, kimdir tomorqamizni ustiga KAMAZ, yo'q, bu KAMAZ emas, bu Uralni qo'yib ketib qolibdi. Yomon do'stlar, mayli. Umid qilamizki, bizni qishloq harbiylar kelmagan, chunki men xohlamagan bo'lardim. Mayli, meni olib ketib qolishlarini harbiy xizmatga do'stlar, shunchalik xavotirga tushganimdan hattoki gaplarimni ham unutib qo'yapman. Hammayli ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bo'pti. Hozir egasini chaqirib o'tirmaymiz. Bizga kerak yo'q. Biz hozir shunchaki o'zimizni ishimizni bitirib, uyimizga kirib olamizda jimgina o'sha yerda o'tiramiz. Tak, mana bularni ham ekishimiz kerak. Qo'yil, bo'ldi do'stlar, mana yaxshi. Endi esa u tarafga ham ekib o'tamiz. Mana bu yoqqa bo'ldi. Yaxshi. Lekin bilasizlarmi? Agar otimni bosib yotibdi g'ildiragi bilan tushunursin, men nima bu yerda esa uchib turibdi. Xo'sh do'stlar, bu menga yoqmayapti. Menimcha bu yerda bir gap bor. Mayli, hozir egasi kelsin, ko'radi mendan. Harbiy bo'ladimi, politsiyachimi, farqi yo'q. Mashinangni ol bu yerdan deyman. Haqiqiy erkakchasiga gaplashib qo'yaman. Judayam yoqimsiz suhbat kutyapti mashina egasi. Salom, bu sizni Agarotmi? Bu men Agarot, mashina siznikimi? Unda oling bu yerdan. Men oling tezroq. Aks holda men hozir politsiya chaqiraman. Davay, chaqirsang chaqiraver. Bo'ldi, hozir mana bu yerda yashayman, politsiya chaqiraman. Ko'ramiz qani. Ichimdan ketyapti-ku. Xo'sh do'stlar, telefon mayli internet orqali chaqirishga. Wi-Fi olmayapti-ku. Mayli, hozir men telefonim. Qo'y, yigitcha, shoshma. Men seni qiziqtirib qo'yishim mumkin. Nimaga? Menda 3 ta sandiq bor. Yur ko'rsataman. Sandiqlar ham shuniki ekanda. Mayli do'stlar, ko'ramiz qani meni qanaqasiga qiziqtirar ekan. Qani o'zi mashina hali ham turibdi bu yerda. Hoy, mashinangizni olasizmi yo'qmi? Olaman, server sandiqlariga qara. Bu 3 ta bosqichli harbiy sandiq, eng oddiy, o'rtacha va ultra krutoyi. Faqatgina yo'llanma askarlarga beriladi oqi. Tushunarli, bularni ochishim kerakmi? Ochishing kerak. Qo'yil, bepulgami? Albatta yo'q. Har bittasi bir stakdan turadi. Bir stak nima? So'm yoki nima? Emerald. Izumrud. Bir stak izumrudga bitta sandiq. Ichidan zo'r narsalar chiqishi mumkin. Tushunarli. Demak, siz harbiy mulkni talon-taroj qilyapsiz, shundaymi? Xuddi shunday. Hozir olib kelaman izumrudlarimni. Do'stlar, menimcha qolmagandi pul. Jin-ursin. Hozir do'stimdan olib kelaman, xo'pmi? Xo'p, kutaman, bo'la qol. Do'stlar, hozir tezroq Nubdan pullarni olishimiz kerak. Aks holda birov olib ketish. Qo'y, Nub qani? Ketdi. Jin-ursin, shu vaqtda bo'ldi do'stlar, mana 3 ta 8 izumrud. Unga oyliklarim tushganda qaytarib beraman. Bo'ldi, janob harbiy, olib keldim hammasini. Ajoyib. Men o'rtoq komandirman. O'rtoq komandir, ustingizda nimagadir Sovet Soyuzi kiyimi? Men chunki juda ham eski askarman. Okey, birinchisi. Wow, zo'r ekan do'stlar. Buni qaranglar, ichida qiziq narsalar bor. Hozir keraksiz narsalarni ham bo'shatishimiz kerak, chunki juda ham ko'p narsalar turibdi. Jigar rangdagi. Do'stlar, ko'ramiz qani birinchi bosqichniki dedi. Ko'ramiz qani birinchi bosqichda nimalar bo'lar ekan. Xo'sh, stop, bu yarmidan ko'pi yer-ku. Shuda birinchi bosqichniki askarlar okop qazishi kerak. Shuning uchun ham moddiy narsalar va mashq uchun arbalet va yer. Okop qazigandan keyin ortib qoladi va qanaqadir taomlar va nima stop, meni ahmoq qilyapsizmi? Yo'q. Tushunursin, bu shunchaki yog'och. Bu nima kerak menga? Bumi qurigan cho'p. Nima qilaman uni? O'ylab ko'r. Xo'sh, mana bu yog'och cho'pni ishlatilishga o'xshaydi, Bu nimaga? Mo'ljal, bu yerda yozuv bo'lish kerak edi, lekin yo'q. Yozuv oq, qizil bo'ladida, o'rtasida son. Otish mumkinmi? Albatta, davay. Qani ko'ramiz, qanchalik mergan ekansan. Xo'sh, qani? Past. Hammayli, hozir o'rtasiga otishga harakat qilaman. Tomoshabinlar, sizlar esa menga like bosinglar va obuna bo'linglar. Omad tilaylar. Qani ketdi. Sal teparoqda yana bir urinib ko'r. Xo'p, bundan o'tolmayapsan, quroldan qanday o'tasan? Quroldan haqiqiysi bormi bu yerda? Ochib ko'rsang bilasan. Jin-ursin, ichimni qizityapsiz. Mayli, bular menga qiziq. Bu shunchaki kojali, terli kiyimlar. Birinchi bosqich uchun deyapman-ku, eng loh askarlarga. Nubga mos keladi. Nub kimi? Do'stim bor shunaqa. Endigina Minecraftni boshlagan. Men esa professionalman. Unda senga ikkinchi sandiq yoqishi aniq. Xo'p, hozir ko'ramiz. Suv qanaqadir. Albatta, ko'p qazib charchaysan.
chanqaysan. Tushunarli. Xo'sh, bu yerda bu nimaligini bilaman do'stlar. Bu albatta askarga kerak bo'ladigan narsa. Mana bu yerda menda eski xarita yotibdi, qishloqniki. Hozir mana bu yoqqa, ha do'stlar, ramka xarita uchun kattasini qaranglar. Tushunursin. Ha, chekkilari ham bor. Yomon emas, yomon emas. Menga yoqyapti. Mana shunday qoldiraman shu yerda yoki olib tashlayman, ko'ramiz agarda yoqib qolsa, mayli. Hozircha yoqdi, lekin keyinchalik yoqmasligi mumkin. Masalan, tunda ko'rinishi. Mana o'rtanchisini olishga tayyorman. Olg'a, ochaver. Keyin esa oxirgisini. Oxirgisi parollangan, ehtiyot bo'l. Xo'p. Wow, 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 wow. Do'stlar, haqiqiy Makarov to'pponchasi va nima, benzin va mashina. Ha, vas. Hoppa, qoyil, qani olaylikchi bularni ham. Jin ursin do'stlar, shuncha narsalar nima, dinamit. Ha, albatta kerak bo'ladi-da. Endi granata yo'q, granata o'rniga mana shulardan foydalanish mumkin. Ha, qoyil. Tushunarli, qani olaylikchi hammasini yomon emas, menga yoqyapti. Bu yerda boshqacharoq, yaxshiroq bronyalar turibdi. Zirhnimcha deyiladi. O'zbekcha gapir, iltimos, brat. Hop, mayli, brat deydi o'zi. Xo'sh, do'stlar, kelinglar mana buni. Bu nimaligini bilaman bu yoqqa. Mana bunday kiyimlar. Ayo, menimcha hozir o'zimizga taqdik, qani ko'raylikchi. Ha, da do'stlar, o'zimizga taqdik. Qani kelinglar endi bunga qo'y. Oha, mana o'xshadi. Yomon emas, zo'r-ku. Ha-da. Temir listdan bormi buni? Yo'q. Qimmatlik va og'irlik qiladi. To'g'ri. Balki oxirgisida bo'lar. Ya'ni temir sandiqda parollangan. O'rtoq komandir, siz o'zi menga parolni aytasizmi? Aytaman. Bu nima bo'ldi, nima? Zaharli o't? Yo'q, gul. Zaharli gul, yirtqich gul. Tushunursiz, nimaga kerak ekan askarga? Zaharlash uchun-da albatta. Tushunarli. Ha, mayli, qani mana buni ko'rib qo'yib ko'raychi. Faqat kalti yo'q. Ha, motori ham yura olmaydimi? Yo'q. Tushunursiz, unda nimaga bu yerda kanister turibdi, hayronman. Balki tuzatib, buni qaranglar, meni o'zimga o'xshar ekan, faqatgina 100 marta noqulay bo'lsa kerak, buni sotsa bo'ladimi hech bo'lmasa? Rostdan ham yurmasa, dabdala mashina-ku, hattoki kanistra bo'sh. Hoy, janob o'rtoq komandir, nima uchun kanistra bo'sh? To'ldirib kelishing kerak-da. Mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas, o'zim to'ldirib kelishim. Qoyil do'stlar, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, konserv, hech bo'lmasa ozgina yoqimli taomlar va bu yerda bular yomon emas. Konserva va o'rtancha sandiq menga rostdan ham yoqdi. Aytdim-ku yoqadi deb. Bu yerda dinamit bor ekan, bularni portlatish mumkin. Hozircha yo'q, qishloqda portlatmada, yana sen ahmoqmisan? Yo'q, men aytayapman-da shunday. Xo'p, bo'ldi. Endi esa do'stlar, to'pponchani unutib qo'yibman-ku. Vau! Men otib qo'yma, bolakay. Xo'p, o'rtoq komandir, qoldirolmay. Men klassikada professionalman. Juniorson haqiqiymi? Albatta otib ko'rishing mumkin u teriga. Rostdanmi? Mayli, hozir otaman qani. Hoppa, tegyaptimi? Da, o'rtasiga. Qo'yil, mana bu zo'r to'pponcha ekan. Do'stimda revolver bor. Qanaqa? Colt Detective Special. Klassika, lekin Makarovdan ancha past kuchi. Undan ko'ra yaxshirog'ichi. Bunisini 3-sandiqda ko'rasan. 3-sandiqqa yetib keldik. Mayli, oxirgi stak mana. Ochishing mumkin. Parolini aytaymi? Albatta, 1488. Hozir tak bo'ldi. 1488 ha. Yaxshi. Chin ursin. Hoppa. Ona men ayol kishi. Shular hammasi mengami? Ha. Chin ursin. Do'stlar, bu yerda bu nima bo'ldi? Qani iPhone. Stop do'stlar. Bu men o'ylayotgan narsami? Ha, faqat iPhone emas, Femphone. Ha, harbiylar uchun maxsus versiyasi. Hoppa, buni qaranglar. Kompotga o'xshab qoldim va ustimdagi kiyim undan ham kulgili ko'rsatyapti. Kamera bor ekan. Ha, kamera, chunki bu aynan yollanma askarlar uchun. Yollangan askarlar esa video olishadi. Qanaqangi video? Masalan, kompromatlar. Qoyil. Va xarosinimi Femphone. Ha, Family logotipi tushirilgan. Qoyil. Bunaqasi o'zi nima kerak? Bilmasam, aytishgan qilganmiz. Famrate, TFR o'zing bilasan. Xo'p, mayli. Ishlatsa bo'ladimi ish qilib? Bo'ladi. Mayli, keyin ko'ramiz buni. Hozir esa qolgan narsalarni ko'rmoqchiman. Aynan qurollar. Tushunursiz, shuncha qurol va ratsiya. Qo'ng'iroq qilishing mumkin. Kimga? Harbiylarga. Bu ratsiya ko'rinishidagi telefon aslida, suvenir shunchaki. Tushunarli, uncha foydasiz biz uchun. Va AK-12 va tagida qo'ltayoq bilan. Qo'ltayoq bilan qo'yil, jin ursin. Bu qonuniymi? Albatta. Mayli, hazillashdim, qonuniy emas. Axir aytayapman-ku, talon-taroj qildim. Men sizdan so'radim, keyin siz tan oldingiz. Shuda. Optikasi ham ishlar ekan. Bu senga strike bol emas. Buni qaranglar, rostdan ham yollanma harbiy bo'ldim. Ustingdagi kostyumim zirqlayotgancha. Yo'q, John Wickni bilasanmi? Xuddi shunaqa qo'yil. Buni qaranglar, do'stlar, men haqiqiy yollanma qishloq fermeri bo'ldim. Buni qaranglar, mana bunday sekingina tagini ushlab olib
ishlatish mumkin. Qo'yil. Endi zombi apokalipsis bo'lsa tirik qolamanmi? Bu narsalar bilan borku zombi apokalipsis bo'lsin, boshqa hattoki fuqarolik urushda ham tirik qolasan, men senga 100% kafolat berib aytaman. O'sha vaqtda sizni qayerdan topaman kafolat uchun so'rab olishga? Bilmasam, agarda o'lib ketmasak, hayot ko'rsatadi, ko'rishamiz. Mayli, mana bular hammasi zo'r, menga yoqdi. Hammasini olib qolaman. Albatta bular seniki. Mashinachi, mashina ham istasang soat, istasang tuzatib qayda. Do'stimga sovg'a qilaman. BMW logotipini qo'y. BMW, qoyil, BMW menga yoqadi. Menga esa Mercedes. Nima? Narsalarni oldingda bo'lmasa seni o'ldirardim. Bo'ldi, ket bu yerdan. Xo'p, narsalarimchi? Keyin olasan men ketganimda. Mayli, hammasi mening, sandiqlarim meniki. Bo'pti. Mana bu boshqa gap. Xayr janob komandir. Xayr. O'rtoq komandir bo'ladi. O'rtoq komandir, xayr. Yana kelarman. Keling. Sizni kutib olamiz. Vaqtgina Mercedes minib keling. Bo'ldi do'stlar, shu joyda videoni tugatamiz chunki o'rtoq komandirning jahli chiqa boshladi. Men aslo uni trolling qilmoqchi emasman, lekin Mercedes fanati emas ekan.